أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarındaşlar, biz bugün Sura Al-İmran'ın 5. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerinin mazmuniga göre Allah subhanahu ve ta'alanınki asman ziminni yo'qdan bor qilgan bir iloh ekanligi, undan keyin shunga ergishibla Allah subhanahu va taoloninki butun bandalarining umumiy ishlariga nisbatan qayyumiyat sifati har doim idora qilib turuvchi, kuzatib turuvchi, hech qanday ish Allohning irodasining sirtida, tasarrufotining sirtida bo'lmaydiganligi. Undan keyin Allah subhanahu va taolo insonlarningki bandalarininki moddiy ehtiyojini dunyoda ta'minlaganiga o'xshash, ularning ma'naviy ehtiyoji, hayot mezoniyati, qimmat qarashi uchun kitoblarni tushirganligi, bu kitoblarning insonlar o'rtasidagi ikki turlik insonlarning haq yo'lni tutib manganlarga yetakchi bo'lganligi, qarshi tarafdagi inkor qilganlar bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning qattiq azob beradiganligi, intayin egri intiqom oldiganligi haqida so'zlab kelgan. Shu mazmunlarga ko'ra Alloh subhanahu va taolo bandalarga qayyum bo'lgan zot bo'lgan ekan. Mayli bandalarning yaratilish jarayoni bo'lsin, yaratilib bo'lgandan keyingi hayotda turmushini davom qilish, ularning rizq bilan ta'minlanishi moddiy jihatda, ma'naviy jihatda butun qimmat qarash, mangadigan yo'l, o'y, fikr, tafakkur hammasi Alloh tarafidan ta'minlanib turadigan bir ifodani qana qilgan ekan, ifodalagan ekan. Qayyum degan ma'nosi shu. Alloh hamma narsani ta'minlagan bo'ladi. Bu bir. Undan keyingi mazmunda Alloh har ishni bilib turadigan bo'lg'achqa, oshkor yo'shon hammani biladigan bo'lg'achqa, bandalariga qonun chiqarib berishda Alloh tarafidan keladiganligi bu qonunning inson o'zi tuzib olgan qonunlarningki vaqtliq masalalarga mos kelganda qilsa-mu, buning salbiy tarafi cho'qim chiqadiganligi. Chunki insonningki masalalarga bo'lgan tonishi, masalalarga bo'lgan ma'lumoti yuzaki ko'z oldidagi yuz berayotganga qarashliq bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taoloninki qonuni sifatida payg'ambarlarni o'zining kitobidan keliki. Ondan keyin shu orqali bayatni deganimizdek haq nohaq o'tirisida, botil va haq ahlining o'tirisida ayiradiganligi taraflarninki ergashtirmasi sifatida bugungi 5-oyatda Alloh subhanahu va taolo bir masalani bizga ogohlantirish sifatida beryapti. Davotida astag'firu billah, innalloha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi va la fis sama. Bu yerda Alloh bizga demoqchi, sizlar Allohga ma'manatlik qilmanglar. Masalalarni o'zingizning tafakkuri bilan o'tirg'a qo'ymanglar. Chunki masala sizdan eshidir. Sizning bu yoldan eshadigan masala. İnsanlar qonun chiqarishda, masalalarga qarashda, masalalarni yakunlashda ko'z oldida yuz bergan, bo'layotgan, idrokati yetgan doirada turib tafakkur qiladi. Kelgusini bo'lganligini bilmaydi, o'tmishning bo'lganligini ham bilmaydi. Mush nuqtadan ba'zida inson ma'madallik, Allohga til uzutish yo'liga kirib qoladigan ahvollar bor. O'zini musulmon deb atsimi, payg'ambarni payg'ambar deb ishonsimi, Qur'onni Allohning kitobi deb ishonsimi, turibla u zamonning hukmi bu zamonga nima keladi? Mos keladi. Bugun degan qaysi davr degandek so'zlar bilan o'zi to'ymay halokat to'niliga kirib qolgan ahvollar. Allah dal mush masalaga askartish birib davatdiki, innalloha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi va la fis sama. Allohga na osmonda, na zaminda hech narsa nima emas, maxfiy emas. Chunki ilgari Alloh o'zini sifatlagan sifatlarga qarab baqish kerak. Butun zamindagi barliq mavjudot Allohga bo'ysunish, la ilaha illa huwa. Hammasidan bo'ysunish uchun Alloh hammani bilish kerak. Cho'ng kichik, ulu o'xshab hammani bilish kerak. Al-Hayyul Qayyum, butun ishlarni Alloh idora qiladi deyish uchun Alloh hammani bilish kerak.
Hammasining rizqi, moddiy ehtiyojini Alloh ta'minlaydi deyishun Alloh hammani bilish kerak. Ularning mangadigan yo'lini belgilaydi, qimmat qarash ma'naviyatini ta'minlaydi, haq bilan botilning o'tirini ayiradi deyishun Alloh hammani bilish kerak. Batil ahli bo'lganlarni, Allohning avatgan kitobi, payg'ambarini inkor qilganlarni azoblaydi, intiqom eladi deyish uchun Alloh hammani bilish kerak. Dal mush nuqtada deydi, Allohga osmonda yoki zaminda hech narsa maxfiy emas. Chunki Allohning qayyumiyatining talabi butun zaminni idora qiladi degan sifatining talabi taqozosi bu. 5-oyatda Alloh shuni bizga deyish orqali sen ma'noda sen ko'z oldingdagini bilishing mumkin. Hatto ko'z oldingdagi masalaning mohiyatini o'qimaysa, yuzaki ko'rinishini bilsa, Allohning masalani Allohga qo'y. Alloh oshkorni biladi, yoshirinni biladi, bilib turib hukm chiqaradi, bilib turib ta'limotini tushiradi, bilib turib payg'ambarini o'rgatadi. Allohning sen faqat bo'ysunish, Allah tushirgan ta'limotlarga ergashishdan boshqa yo'ling yo'q deydi Alloh subhanahu va taolo. 5-oyatda. 6-oyatda Allah qayyumiyatining bir misoli sifatida bir mazmunlarni deydi. Estaizu billah. Huvallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. La ilaha illa huval azizul hakim. Ya'ni Allah subhanahu va taolo sizlarni baliyat qiladi, bajdallarda suratga kirgizdi. Qanday xolisa Allohdan boshqa iloh yo'q. Alloh g'olib va hikmatdan ish qilishdir. Mana bu insonning onasining qo'zg'otilan bir shaklga, bir suratga kirishining o'zi Allohning qayyumiyatining bir pok sifatida o'tirib qo'yildi. Inson onasining qo'zg'otgan vaqtida insonning turi har xil shaklda, shakli, rangi, uning jismi va hamma narsa ayrim shaklda belgilanib suratga kiradi. O'g'illigi, qizligi bu shakl jihatda farqlanadi. Oq, qora, qizil, bug'doyoq, sariq buning hammasi onaning qo'saqdagi vaqtda belgilanadi. Surrumda 22-oyat mushni tilga olinadi. Vaqtida fu al-sinatikum va alwanikum. İnsanlarning tili, rangining o'xshamaydiganligi. Endi mushuning o'ziga qaragan vaqtimizda bir narsani o'ylashimiz kerak qarindoshlar. Dunyoda navbatda yashayotgan 7 milliardga yaqin inson va bundan ilgari ketgan biz uqmaydigan necha yuz milliard bo'lishi mumkin insonning soni. Bundan keyin qanchalik inson dunyoga kelib o'qmaymiz. Ammo bularning hammasininki na chiroy risbisiga o'xshamaydi, tili o'xshamaydi. Hatto bir onaning, dadining, bolalarining chiroy shakli, teri shakli hech narsa bir-biriga o'xshamaydi. Bu xil o'xshamaslikning o'zi insonning bir qalbdan chiqmaganligini ifodalaydi. Odatda zavodda bir mahsulot ishlab chiqarsa, avval bir qalbni yasaydi. Shu qalb bo'yicha yasaveradi. Million mahsulot chiqarsa hammasi o'xshash, bir-biridan farqlanmaydigan, ayrılmaydigan chiqadi. Ammo insonningki har insonning o'ziga xos teri rangi bor. Har insonning o'ziga xos bir shakli bor. Her insanın o'ziga xos hatto bir ovoz farqi bor. Odatda insonlarning arashidan ba'zi ishlarda barmoq izini asos qiladi. Amalda bilamiz buni. Barmoq izining insonga o'xshamaydiganiga o'xshash. Har bir insonning ovoz chastotasining bir-biriga o'xshamaydiganligi bu bizga har insonning alohida yaratilganligi qilib sınamaz. Zavodda mahsulot ishlab chiqarganga o'xshamaydi. Bu yerda bir narsa tushunamizki, har inson alohida yaratilgan. Bu shu demakki, har inson bir qilib qilib yaratilgan demak emas. Har inson mutlaq qudrat natijasida yaratquchi xohlagan shaklda yaratilgan demak. Sura Baqaraning 117-oyatda Alloh subhanahu va taolo bundaydi: "Badi'us samawati wal ard." Asman zaman yaratuvchi deb bo'lib, "Va idza qada amran." Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alloh har narsani qilmoqchi bo'lsa, bo'l deydi, shu hamon bo'ladi. Demak, biz insondagi bu qadar o'xshamaslik, bu qadar farqlilik, hatto bir ota bolaning, bir ona bilan bir dadining bolalarining bir-biriga bu qadar o'xshamasligi
Milyon insanı bir yerga yig'sa, bir-biridan o'xshamaydigan chiroylarning o'rtaga chiqishi bu bir bizga nima eslatadi? Normal bir sistem yo'q bu yerda. Ya'ni zavodning qalbiga o'xshash. Faqat bo'lgan bir qudrat. Yani mutlaq bir qudrat. Yani Allah xohlagan shaklda yaratadigan bir qudrat, boshqa narsa emas. Hamda insonlarni Alloh subhanahu va taolo bu qadar shaklda go'zal yaratdi. O'xshamaslik bilan go'zal yaratdi. O'xshamay qilib bir sonda yaratilib qolgan inson yo'q. İnsanlar ichida ba'zida normal olmagan bir yaratilish ahvollari bor. Masalan, ba'zilar ama tug'iladi. Ba'zilarning zihniyatida masal chiqadi, ba'zilarda oq kasal, ba'zilarda bir barmoq ortiq, ba'zilar to'ku, ba'zilar u, ba'zilar bu degandek. Bu xil ahvol. Odatda agar insonning hammasi birsimi istisno qolmagan shaklda hammasi sap-sap o'lchamlik hozir xuddi sil bizga o'xshash yaratilsa, inson shunda bir haddidan eshish ahvollar ko'riladiki, inson mashta yaratiladi. Inson degan shu, boshqa bir shakli yo'q. Bu insonni yo'ldan chiqaradigan bir shuludir. Alloh subhanahu va taolo insonga marhamat qilish yuzidan, insonning haddidan oshmaslik uchun, insonning o'zining ojiz ekanligi, boshqalar tomonidan yaratilganligi, insonning o'zining ta'minotining boshqalar tomonidan ta'minlanganligi, hatto inson manda shaklda tug'iladi deb tug'ilmaydiganligini insonga eslatib, haddidan oshmaslikka kafolatlik qilish uchun atrofimizda biz qarab shukr aytadigan insonlar bo'ladi. Tukurlar bo'ladi, shukr aytamiz, qarg'ular bo'ladi, shukr aytamiz. Biz shuna vaqtda o'zimiz e'tirof qilmayli, ichki dunyomiz shuna to'g'ri bo'ladiki, balki men ashta qilishim mumkin. Chunki menda insonlarmi tug'iladi, qarg'u insonlarmi tug'iladi, to'ku insonlarmi tug'iladi, yana bir xil insonlarmi tug'iladi. Inson, ammo men saq tug'ildim. Bu bir bandining shukr qilishiga kafolatlik. Çünkü insan neden aşırı? Eğer bütün insanlar içinde hiç kandak bir kemksiz insan bulmaganında, hem insan okşarıqanda insan degan başta alıydı. Deydiğen bir hala insan yüzünün erişken nimetlerini inkar kılıvattığı yerde ahıl şekilde tehmin inkar kılıdı. Bu etrafımızdaki sağlam bulmagan kişilerin buluşu bizden bir xil haddidan aşmaslıqımızga qana qilish uchun, kafolatlik qilish uchun başta qılıdı. Biz etrafımızdaki to'g'ri to'kur insonlarni ko'ramiz normalda. İki bir xil tuyg'u bo'ladi, o'zimiz his qilmayli. Qarasak, olti barmoqliq insonlarni ko'ramiz, qarasak qo'lashmayotgan. Tug'ilishdilar qarg'u masalan insonlarni ko'ramiz masalan. Mana vaqtida bizning diqqatimizni Alloh bizga bergan ne'matlarga tortadi. Chunki atrofimizda shu ne'matga erishadigan insonlar ko'z oldimizda turadi. Bunun o'zi Allohning bizga bergan shu ne'matlarining ichidagi bir ne'mat. Ya'ni biz yuqorida bandining yaratilishi haqida vallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bandilarga qayyum hamma ishlari Allohning kontroli ostida, kuzatishi ostida. Alloh xabarsiz birmi ish yo'q, bütün ishlarini Alloh o'rlashtiruvchi bu Allohning qayyumlik sifati. Buning bir misoli bandining onasining qusqida Alloh xohlagan shaklda yaratilishi, suratga kirgizilishi. Bunun ko'p sonli insonlarning sog'lom bir shaklda, go'zal bir shaklda dunyoga tug'ilganligi, bir qism insonlarningki bularga askartni sifatida insonning had hududini oshmaslik uchun, o'zining ojizligini tunish uchun sog'lom bo'lmagan bir shaklda dunyoga chiqarilgandik. Ana bu kelgan vaqtimizda balkim qarindoshlarning qolishini kelishi mumkin. Nima deb başqa insanların o işini de birbilik insanlar dünyada özünün sağlamlıqdan mahrum. Mesela sağlam olmayan bir şekilde yaşaşqan mahkum buludu deyişi mümkün. İnsanlar olsun Allah subhanahu wa ta'ala qandaq bir adamdan bir nimetini tatvagan bolsa, onun ornunu toldurib turadigan yeni bir adamda yo'q, yeni bir nimet. Biz ko'zi ko'maydigan odamni ko'rgan vaqtimizda echinimiz balki. Ammo Alloh onun bizda yo'q, shunda bir iqtidorini berganki, onun zihninin güçlüklüğü, əsli saqlaş qabiliyyətinin yoxluğuna oxşaş. Bir qol işləməydiğən çoğaq insanlarını görürüz, yeni bir qolu bizdən iki qolumuzdan güçlük. Tarixdə, məsələn, Timur-Lenkə oxşaş danlıq komandalar var dünyanı titrətken. Özü toku. Ama onun tokuğunu bilen Allah onunla uruş, cəng, taktika,
aqlini bergan. Hargiz bir odam bir ne'matdan quruq qoldi degan gap, u odam zulm qilindi yoki mashta davom mahrum yashadi deganlik emas. Boshqalar erishamagan ne'mat uningga berilib, u tarafdan qana qilinadi, to'liqlab beriladi. Esingizda bo'lsin. Biz ko'z oldimizda ko'rayotgan har bir maxluqni Allohning hikmatidan ayirmasligimiz kerak. Her bir narsaning cho'qim mutlaqo bir hikmati bor. Biz bir narsani sad demasligimiz kerak. Mutlaq uning bir hikmati bor. Bir narsani to'g'ri demasligimiz kerak. Mutlaq uning bir hikmati bor esingizda bo'lsin. Bir o'quvchining imtihonda qolib qolganligi, u darsini takrorlamay o'ynab. Buning hikmati nima bo'lsa-mu, boshqa o'quvchilarningki o'rganish holatini saqlab qolish uchun bo'ladi. Bir o'quvchi o'ynab, dars takrorlamay, ko'ngil bo'lmay, sal qarab, yana imtihondan o'tib ketaversa, boshqa o'quvchilar "Hajab bu o'ynab imtihondan o'tdi" deb asta-asta ma hayot buziladi. Boshqalarni tirishmaydigan, ko'ngil bermaydigan bo'ladi. Ketib, shunga mal o'ynagan odam cho'qim imtihondan qoladi. Buning orqali boshqalar ibrat qiladi. Shunga o'xshagan hayotda u yoki bu ahvol yuz beradi. U anda shaklda tug'iladi, manda shaklda tug'iladi, bir voqeaga yo'liqadi, bir aziyat uchraydi. Bu orqali atrofdagilarga bir ibrat, hikmat bo'ladi. Mutlaqo har shayning bir nimasi va hikmati bor. Shunga har qanday ishni o'zining orqasidagi nimadan hikmatidan qanaqlatmaslik kerak. Ya'ni bir ish yuz berganida biz buni salmoqli bilan Allohning cho'qim iroda qilgan bir yaxshilik tarafi bor deydigan bir uqum bizda saqlanish kerak. Masalan, shu jinoiy ishlar babida biz har qanday bir jazo berilgan vaqtida bir o'limga hukm qilinsa, ko'nglimizda voy mushadamni o'ltirilmasa qanday bo'lar deydigan bir xil mehribonlik tutadi. Amaliyotda biz orqasiga qarab boqqanimizda, masalanki, u shu o'ltirilish qisos elinishga sabab bo'ladigan ig'ir bir jinoyat. Ya'ni u boshqalarni zulmdan qana qilgan o'ldirgan. Agar uni biz ajratib olsak, uning o'ltirilishini masalan hozirgi dunyoda har xil haq huquqni qo'g'daymiz degan da'vo bilan o'tirib chiqqan o'lim jazosini amaldan qoldirilish, u deyotgan insonlarning gapi bo'yicha u qisosan o'tkazgan jinoyatiga qarata jazolanmag'inida nima bo'ladi? U o'ldirgan mazlumlarning soni ko'paydi. Masalan, bunlar tarafda privatimiz masalan. Mushahid kunlarda angladik, pastki bog'ichida varang-churang qilib aromini buzdi degan bahona bilan Qur'onni chiqib kichik bolalarga o'q chiqqan insonlarni angladik. Nima uchun? Chunki odam o'ltirsa, bu o'ltirilmaydigan bo'lg'achqa, uning bedeliga jazolanmaydigan bo'lg'achqa, mayt necha 10 yil o'y kesilib qutulib chiqadigan bo'lg'achqa sal qaravadi insonlar. Bunga o'xshash masalalar. Bir boshqalarning mol mulkini o'g'irlaganlarning qo'lini kesimiz desa, dunyodagi har xil o'ziga voy falonning huquqini qo'g'daydigan, pukunining huquqini qo'g'daydigan tashkilotlar nomida insonlar o'rtaga chiqib, insonlarning qo'lini kesmaslik, bundoq degandek bir banolar o'tirib chiqdi. Insonlarning zulmga uchragan mol-mulk, izzat, obro'yini hech o'ylashmaydi. Amaliyotda islom tarixida o'g'irlik qilib, qo'li kesilib ketgan insonlarning soni İslam tarihi 1400 yıllık tarixini hammani yig'sa, bugungi kunda dunyoda 1 yilda yuz bergan qatnash hodisasidan kesilgan qo'llar, uzilgan putlarning soniga yetmaydi. Asli masala bir narsaga bo'lgan change, bir narsaga bo'lgan orqasidagi hikmatni ko'rash, masalaning mohiyatini tushunib yetish masalasi, son masalasi emas. Ya'ni gapimizni asliga qaytarsak, Alloh subhanahu va taolo suraning 5'ida o'zining mutlaq iloh, hammaning bo'ysunishga tegishli iloh ekanligini o'tirib qo'ydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonning yo'qdan borliqqa keltirilishidan tortib, butun ishlarining hammasida qayyumlik sifatga ega, ya'ni butun ishlarini idora qilish, butun ishlarni ulashish sifatga ega. Shuning bir namunasi sifatida insonning onasining qo'sqida nimaga keltirilishi, suratga keltirilishi. Huvallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Alloh onasining qo'sqida, arham degan onaning qo'sqini bajda baliyatqini ko'rsatdi. Baliyatqida xohlagancha sizlarni o'zi xohlagan shaklda suratga. Mushuning o'zida bizning ibrat elish. Hayotga qarab baqsaq bo'ldi, insonlarning shakliga qarab baqsaq bo'ldi, taqoturga qarab baqsaq bo'ldi. Buning o'zi bizga nisbatan yetarlik bir ibrat, yetarlik bir hikmat. Undan keyingi oyatda 7-oyatda Alloh subhanahu va taolo
meseleni texmi eni o'rtaga qo'ydi. Ya'ni bir kishi xulosadan birini birvatsam, 7 oyatdan boshlashdan ilgari Alloh o'zining ilohligini o'tirg'a qo'ydi. Buni takrorladim, muhim bo'lganini takror da'vatman. Hammamizning Allohga bo'ysunish kerakligini o'tirg'a qo'yibdi. Men iloh deb o'tirg'a chiqibdi Alloh. Buning dalili sifatida insonlarning umumiy ishlarini o'rinlashtirganligini, ya dunyoga Alloh akeldi ya insonni. Dunyoda inson ehtiyojli barliq moddiy ehtiyojlarni qamdaganligini to'g'ri bo'lgandan keyin 7-oyatda hozir ma'naviy ehtiyojlarni bu shaklda qamdaydi deb da'vatidi. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آياتنا أول قصة بالترجمة قصة Allah subhanahu wa ta'ala sana kitabını düşerdi. İnsanın ruhi, maneviyeti, yaşaş prensibi, kıymet, karış ispatı. Minhu ayatun muhkemat. Bu kitabın içinde roşen ayetler bulup bu kitabın asasi kısmı, yani prensip kısmı. Ve uharu muteşabih. Yani bir muteşabih ayetler. Bu doğrusu selturup sözleyin arkadaşlar. Muteşabih. Yani ne bu? Kur'an'daki kanda mezmullah muteşabih mezmullah. Biz kanda muamele kılıyoruz. Bu hakkı sözleyimiz. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalbide kesel var adamlar. Mesele çıkışını halaydık adamlar. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ Bunun akır görünüşünü, mahiyetini izlep, pitni izlep, muteşabih olan ayetlerge esledi. Şu mezmullara kirişi oldu. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهِ Bu xil mezmullarının hakiki mahiyetini, hakiki te'vilini fakat Allah bilirdi. İlimde müstehkem, kalbide ilim o'rnashgan kishilarning deydig'ini faqat biz buni imo etdik. Hammasi muhkam oyatlarmi Alloh tarafidan, mutashabih oyatlarmi Alloh tarafidan, Rabbimiz tarafidan deydi. Va ma yazakkaru illa ulul albab. Vaz nasihatni faqat aql egillarla qabul qiladi. Endi ilgirki oyatda Alloh subhanahu va taolo insonlarni qanday shaklda suratga keltirganligini tilga oldi. Yani insanların yaratılış jarayonini tilga oldi. İnsanlarni go'zal yaratganligini, insanlarni sog'lom yaratganligini, insanlarning ehtiyojini qamdaganligini tilga olgan. Lekin bu sog'lom yaratilgan, go'zal yaratilgan insonlarningki hayotda menish uchun bir yo'l kerak. Bularga bir qimmat qarash kerak, bularga bir fikr, ideya kerak bularga. Endi mushun Alloh subhanahu va taolo men bandalarni yaratib tashlab qo'ymadim, balki kitob tushirdim deyapti. Oyatning mazmuni shu shaklda davomlashyapti. Endi oyatda qarindoshlar Ayatning tarjimasini tushunib qarasam, ayatning o'tirida kitobning ichida muhkam oyatlar bor. Buni ro'shan oyat deb tarjima qildim. Ya'ni bu nima desa, insonlarning, ya'ni bandalarningki yashash jarayonidagi yo'llarini belgilaydigan qilma xarakteridagi ahkam, buyruq degandek bende anlagan hamon tushunadigan mazmunlarni biz muhkam ro'shan oyatlar deymiz. Masalan, Qur'oni Karimda o'g'irlik masalasini tilga olib Maida 37-8-oyatida o'g'irlik qilgan ayollarning qo'lini kesadi. Tabii tushundik, hech qanday masala yo'q bu yerda. Chunki bu ahkam amal qiladigan masala. Sura Nur'ning 2-oyatida az-zaniyatu vaz-zani fajlidu kullu wahidin minhum. Zina qilgan ayollarni qana qilinglar, uringlar. Cezası tutuyor. Bu naiti roşan mesele. Yani anda roşan ayet diyen kanda ayet ise bendilerinin emel kılışı için kanun süptide düşünüşlük hiç kanda mesele kürülmeydiğen ayetler ne deyimiz? Muhkem ayetler deyimiz. Onda olsa mutashabih ayetler deyimiz. Mutashabih ayetler deyimiz bizim dini qarashlar ishida biz iman etishga tegishli bir ishlar bor. Bizning real hayotimizdagi prinsipga tushmaydigan. Real hayotimizdan sal yuqori. Ya'ni naqaq degan vaqtda Alloh subhanahu va taolo bizni dunyoda yashash uchun yaratgan bo'lg'achqa, bizning aql idrokatimiz, fikr, tafakkurimiz va butun badanimizdagi a'zolar shu yasharida yashashga muvofiq shaklda loyihalangan. Bizning aql idrokatimizning sirt bir ishlar bor. Ammo bu ishlarga biz ishonmasak bo'lmaydi. Qur'onda mushkil ishlar so'zlanadi.
Allah meselesi, ilah meselesi. İnsanın burun cennetke yaratılış meselesi, laydan yaratılış meselesi, ölgenden keyin kabrga kirish meselesi, tirilish meselesi, hisab elinish meselesi, Allah'a qarata keltirilgan ba'zi asma sifatlar, malaikalar haqidagi bayonlar. Bu bayonlar agar biz yer sharida yashaydigan inson tafakkurini o'ylagan vaqtimizda bizning qalbimizga sig'maydi. Bizning idrokatimizni sirt ishlar. Jannatning tasviri masalan, dozaqning tasviri bu bizning idrokatimizni sirt ishlar. Mashta ishlar Qur'oni Karimda ham bayon qilingan. Bu ishlarning bizning amaliy shariatimizga bevosita ta'sir yo'qini ahkam emas bu masala. Qur'oni Karimda bu xil mazmunlar ahkam masalasi emas, hukm masalasi emas, qonun masalasi emas, faqat ideya, fikr, ishonish masalasi. Mushu xil oyatlarni biz nima deymiz? Mutashabih deymiz. Muhkamat degan qaytadan kelsa qilma masalasi. Yani biz dunyoda bir ixtiyorlik berilgan qarindoshlar. Bir ishlarni qila olamiz. Qilish imkoniyatimiz bor. To'g'ri olsin, xato olsin ishlar. Endi mush ishlarga qarata ahkam oyatlari to'g'ri ishlarni qil deydi. Xato ishlarni qilma deydi. Bizning qil deganni qilmaslik imkoniyatimiz bor o'zimizning tanlash erkinligi nuqtasidan. Qilma degan ishni qilish imkoniyatimiz bor, ya'ni bizga berilgan erkinlik tanlash nuqtasidan. Ammo bizni Allohga bo'lgan iymonning turtkichida, buyruq Allohdan kelgan buyruq degan uqumning turtkichida qil orqali nurg'un ishlarni qildiradi, qilma orqali nurg'un ishlarni qildirmaydi. Bu orqali bizning hayotimiz tartibga tushadi. Bu muhkam oyatlar. Ya'ni ro'shan oyatlar. Biz qariyolaymiz, ko'zimizni yumolaymiz. Nomahramlarga qarata. Qur'oni Karim ko'zingni yum, arvatingni saqla, ko'z harakatingni kontrol qil dedi. Bu yerda bizga bir nima belgiladi endi? Had belgiladi. O'g'irlik qilma dedi. Odam o'ltama dedi. Hammasi qiladigan ishlar. Hayotning normal ritmining buzilmasligi uchun buni bir had belgiladi Alloh. Allah olan imanımızın turtkisida biz müşahadda mağnız. Mana bu xil mazmundagi oyatlar muhkam oyatlar. Endi mutashabih oyatlar-chi. Mutashabih oyatlar bizga ideya, fikr, iymon, i'tiqod masalasini ifodalaydigan oyatlar mutashabih oyatlar. Bu xildagi oyatlarning ko'pincha bog'lanishligi bizning aql idrokatimizni biroz yuqori olishga biz buni faqat iymon aytish, ishonish nuqtasida turib muomala qilamiz. Bunun mahiyeti, xarakteriga kelsak, dunyodagi holatimizda buni mahiyatini bilmaydiganligimiz. Ana buni qanday muomala qilamiz esa, Qur'oni Karimda ro'shan, muhkam oyatlarda bizga bir had hudud chizilgan dedim ya, shu had hudud doirasida turib tushunamiz, uning u tarafiga qanday qilmaymiz, o'tmaymiz. Masalan, Alloh subhanahu va taolo o'zini sifatlab, la tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Surah-ı 103. ayette. Allah'ın göz görmeydi dedi. Çünkü bizning gözümüz yer şarıga mas şekilde lahilengen. Biz bu yer şarıda görmeymiz onu. Bu göz fakat görüdüğün nesli'ni görüdü, görmeydiğin nesli'ni. Hatta cinni mi görmeydi mesela. Ama kıyamet meselesi kelgan vaqtda vujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nazira. Kıyamet günüsü Rabbiga qaraydi deydi. Çünkü o vaqtda dünyada biz yarışarıga layık şekilde lahilengen bu bedenni, bu azalni qo'yib qo'yib ketamiz. Kıyametga layık bir beden, a'zo bizga beriladi. O vaqtda uni qanaqa qilaymiz? Ama bunun karakteri mushu shaklda qoladi, onun inga o'tamaydi. Çünkü idrokatimiz, çünkü biz ko'z oldimizdagi hayotimizning qonuniyatini harom tushunadigan. Aql idrokatimiz yer sharining sirtiga chiqolmaydi bizningki. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin mahshur. Qiyomat kuni Robbidan yo'g'iladi, ko'ranmaydi. Ama ko'radigan insonlar bor, ko'rmaydigan. Demak, qiyomat kuni ko'radi. Dunyoda ko'ranmaydi. Nimishqa? Chunki dunyoning bizning hozirligimiz dunyo uchun hozirlangan. Nurg'un ishlar bor, ko'ranmaydigan. Nurg'un ishlar bor, bilinmaydigan. Ammo qiyomat kunisi boshqa bo'ladi. Bu noyat oddiy masala. Masalan, insonlar dunyoda ba'zi qarg'ib qolgan insonlar, ama bo'lib qolgan insonlarni doktor operatsiya qilib bir nimalarni silish orqali ko'zi ko'radigan holatda turadi. Ya'ni narsani almashtirdi. Yiroqni ko'rmasa qolganlarga ayni taqash orqali yaqinni o'chib ko'z tutadi. Anglamasa qolganlarga bir anglatqu
quloqiga selish orqali demak insonlar o'tirisida azroq bir uskunini uyon buyon qilish orqali ba'zi insonning a'zolariga operatsiya qilish almashtirish u bu orqali insonlarning ko'rish anglash tuyg'usida o'zgarish paydo bo'ldi dunyoda. Shuning o'zi bizga kichkina bir dalilki bu dunyoga loyiq loyihalangan bu a'zolarni qo'yib qo'yib oxiratga ketgan degan oxiratga loyiq a'zo, oxiratga loyiq kalla, oxiratga loyiq o'y tafakkur, oxiratga loyiq shaklda bir badan bizga berilgan vaqtida u yerdagi prinsip boshqa bo'ladi. Biz bugun dunyoda navbatda ko'rmagan, bilinmagan, uqamagan narsani shu vaqtda qanaqa qilamiz bilamiz. Bu shaklda tushunish kerak. Ya'ni Qur'oni Karimdagi mutashabih oyatlar dal bizning dunyoda bilish doiramizdan sirtqi ishlar bizga deb berilgan Qur'onda. Maysalda bo'lsin, ha? Masalan, Qur'oni Karimda Allohning quli degan iboratlarni tushun. Sura Fathida innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unalloh yadullohi fawqa. Allohning quli. İnson dunyo tafakkuri bilan kalliga shaqqala qildigini bizning ko'z oldimizdagi qo'l. Ma inson tafakkur, yashash tafakkur hamdir. Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Alloh taolo arsh ustida qaror oldi. Bizning kallimizga, zihnimizga yanıt qilib keldigini, shaqqala keldigini insonlarning qaror olish shakli. Bu yerda Allohning insonning quliga o'xshash quli odamdir. Allah inson qaror olganga o'xshash bir jismga ega qaror olib damdi qildi. Bularning hammasi bizning idrokatimizdan sirtqi bo'lgan ish. Buning qanday muomala qilamiz desa, dal oyatda bizga bu masalani ayirib qo'yadi. Oyat ikki xil. Bir-birlari muhkam oyatlar va bir-birlari shunga o'xshagan oyatlar va shunga o'xshagan oyatlarni muhkam oyat doirasida tushunimizki, mayda sog'lom. Ya'ni Qur'on Alloh masalasida laysa kamislihi shay deb bir qoidani bekitdi muhkam shaklda. Allohga hech narsa o'xshamaydi dedi. Biz Allohning quli deb kelgan iboratni ashi biz tasavvurimizda bor bo'lgan butun qo'llarga o'xshamaydigan qo'l Allohga loyiq. Allah qaror oldi. Bizning tasavvurimizda bor bo'lgan, biz ko'rgan, anglagan qaror ilishlarning hech qanday o'xshamaydigan bir qaror ilish degan shaklda tushunsak, eng sog'lom tushunish. Hamda tilning ba'zi ifodalarida ba'zi a'zo yoki bu so'zlarni ishlatib turib boshqa ma'noni iroda qilgan ahvollar bor. Ya'ni uning qo'li uzun, nega sunsa shu yerga yetadi degandek bir ifodalar bor, majaz ifodalar. Agar oyatlardagi biz bayatni degandek masalan Allohning qo'li yoki boshqa ifodalar ashta bir tarafga to'g'ri kelsa, til nuqtasidan, mazmun nuqtasidan uni qilsa bo'ladi. Ta'vil qildi deymiz buni. Unda tushunsan bo'ladi. Ammo majburiy dalilsiz sifatida emas. Yani yo'l qo'yilgan doirada til, shariat, mazmun nuqtasidan yo'l qo'yilgan doirada nima qilsin bo'ladi. Yoki bayat degandek muhkam oyat bizga bir ramkasizdi. Allohga hech narsa o'xshamaydi dedi. Alloh haqida kelgan har qanday xabar, har qanday bir sifat hech narsaga o'xshamaydi. Anglag'uchi biz bilgan anglash uskunalaridan hech qanday o'xshamaydi. Chunki bizning dunyo atrofimizda ko'rayotgan anglash uskunalari insonning go'sht qo'lidir. Anglag'uchi uskunlar masalan mikrofon deymiz masalan. Ko'rguchi desa biz biladigan ko'rash insonning go'sht ko'zi, kameraning ko'zi masalan bular hammasi ko'radi deydi. Allah mushtalam hech mushtalam shaklda tushunsak laysa kamislihi shay. Ya'ni Qur'onning oyati ishkiga bilandagi qarindoshlar bir-birligi muhkam oyatlar hunna ummul kitob. Mush oyatlarning hammasi Qur'onning asosiy qismini ifodalaydi. Ya'ni biz tutqo'liq qilishga tegishli, tutishga tegishli ummul kitob. Arab tilida ana degan ma'noda kitobning onasi deganlikni o'zi kitobning asosiy prinsipi shu. Bizning mengishga tegishli yo'limiz shu. Mutashabih oyatlar kelib qolganida, bizning akiladigan doiramiz shu. Ya'ni mutashabih oyatlarni mush doiraga akab turib qana qilamiz, tushunamiz degan bo'ladi. Endi yana bir oyatlar, mutashabih oyatlar. Men sizlarga endi sizning tushunishni qulay bo'lish uchun men ilmiylikdan sal chiqib turib eng tuan seviyaga chiqib tushuntiryapman. Endi mutashabih oyatlarni men bayatning yoqqa tushuntirishim bo'yicha, ya'ni insonning aql idrokatidan sirt, texmi aniqroq desam, g'aybiy masalalar.
Cennetning ahvollari, do'zaxning ahvollari, Allohga munosabatdagi xabarlar sifatlar bu masalalarga chiqa. Bu masalalarni laysa kamislihi shay degan ramkada turib tushunish eng sog'lom yo'l. Ammo aksi yo'l tutadigan bir insonlar bor bu yerda. Aksi yo'l tutadigan bir insonlar bor. Qanday insonlar bu? O qalbida teyilib ketish bunda. Yo'ldan chiqib ketish, masalaning to'g'risini emas, xatosini izlaydigan, davomli masalani ko'ptirib chiqib fitne tartadigan, masalaning mohiyatini izlaydigan, garchi o'zining idrokatining, aql idrokatining imkoniyatining sirtida bo'lsa mohiyat izlaydigan insonlar bor. Bular haqida Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Fa'ammallazina fi qulubihim zaygun. Qalbida haq yo'ldan chetnab ketadigan kishilar oyatlarning ichidagi mutashabih oyatlarga kirishib oladi. Bu oyatlarni iz qo'qlab, uning keyinda mohiyatini tushunishga tirishadi. Bu bunda qilishlik sabab ya bular fitna tarishmoqchi ya shuning mohiyatini tushunmaydigan bir taraf bor edi. Bularni Alloh subhanahu va taolo qalbida bir agirlik bor deb sifatlaydi. Zayg degan so'zi oyatda qo'llanilgan. Ma doktorxonalarda igiz past tishlarni o'stirishni tumir soladi ya. Ashunga o'xshash igiz past holatni zayg deymiz. Bunda insonlarning qalbida bir xil to'g'rini izlash olmaydi. Masalaning haqiqatini tepish olmaydi. Yani qalbi bir nimalarni havasga ergishib mavdu. Havo masalasi, xohish masalasi. Payg'ambar alayhisolamning bir hadisi bor. Sizlarning biringlar uning xohishimi men kelgan bu yo'lga ergashmagan qadar mu'min bo'lmaydi degan. Inson bo'lsin, insondagi fikr optining birinchi qadami xohish. Inson o'zining xohishiga ergashish. Yo'ldan chiqib ketganlar asli to'g'ri yo'lni biladi yoki tushunadi. Ammo ko'ngildagi xohish, havoy havas buni bir tarafga tortib turdi. Ko'pincha ahvolda bo'ldigan ahvol. Ammo sog'lom tabiat nima desa, masalani aniq ayiradi. To'g'risi ma'o, xatosi ma'o, ma'no yo'li ma'o, ma'no maramkada qanaqa tushunamiz degandek faqat javob olmaydi. Odatda bunda bir misol olsak, bir odam o'zining ochiqchini unutib qolib ishni qulupni chaqdi yoki tomdan saklab uyga kirdi. Bu jarayonda bu qat'iy buningda jiddiylashish olmaydi. Boshqa bir ikkilanish ahvoli, titrginlik bo'lmaydi buningda. Ammo ahvol o'zining uyisi olmay boshqaning uyisi bo'lib qolgan vaqtda, boshqaning uyisiga ashta bir qulupni chaqidek tomdan atlab kirgan vaqtda buningdagi bir jiddiylashish, sog'lom bo'lmaslik, harakatining qalaymoqam bo'lish ahvoli bo'ladi. Bu misolni elishning sababi dal masala shu. Yana sog'lom tabiat, sog'lom idealik odamlar masalaga tamtirmasdan tuz sog'lom muomala qiladi. Ammo qalbida yo'ldan chiqib ketgan noto'g'ri ishlarni izlab ma'noga insonlar masalalarga titrginlik bilan, jiddiylashish bilan, masalani uyan buyonga tortishlar, ya'ni bularning harakati normal bo'lmaslik bilan muomala qiladigan gap. Yani oyatda nayt ig'ir askartishni ba'zi qarindoshlar bu xil shaklda muomala qilgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo bu qalbida bir teyilish bor dedi. Qalbida teyilish butun xafalikning asosi. Avval bir odamning xohishi bir ishlarni xohlaydi. Xohish birinchi havoy havas birinchi yetaklovchi omil. Andan bu odamning fikri turib şu xohishga xizmat qilish uchun ba'zi fikrlarni o'rtaga qo'yadi. Dalillarni to'playdi va bu odam shu havoy havasini o'zicha qonunliqlashtiradi. Undan keyin bu odamning tili, qo'l, put, ish harakatlari shunga bo'ysun. Shunga Qur'oni Karimda mashta azg'allarni falamma zag'u azaghallohu qulubahum deyish orqali ashta xohishni keyni qilganlarni tashlab tutganlikka. Bular shu orqali bak egri ezdiqligini tilqavatadi. Ular teyildi, yo'ldan chiqdi, Alloh yo'liga chiqdi. Yani bu degani nima desa, inson o'zining xohishiga ergashgandan keyin Alloh uni qanday qiladi? Tashlaydi. Tashlaydi. Alloh yordam bermaydi unga. Mabayatdan Qayat surasining 5-oyati. Sura Tavbadami va idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd. Hal yarakum min ahad thumma sarafa Alloh. Bir delil paket suradan bir tutsa, o'zaro bir-biriga qarab bir xil yani o'zining ko'nglining tatadigan boshqa tarafiga epmangadi, qaytadi, chekinadi, keyniga chekinib oladi. Alloh uni
qalbini shu bilan chekindiradi. Chunki ular tushunmaydi masalan degan shaklda Alloh subhanahu va taolo nimaga agishning havoyi havasga xohishga agishning naqadar og'ir jinoyat ekanligini bu oyatda qanday qo'ydi tilga ilyapti. Endi bir gapni qayta ta'kidlab eskartib qo'yay. Qalbida kasal va qalbida bir yo'ldan teyib ketish va insonlar fitna izlaydi. Shu mutashabih oyatlarning ta'vilini izlaydi, mohiyatini bilmoqchi bo'lib izlaydi degani. Ta'vil degan o'rinda masalaning eng cheti degan gap yani. Yani Allah bu yerda bizga bir siziqdan birini sizib turyapti. Sen o'ssang bo'lmaydigan siziq bor. U o'zim nima desa, sen dunyo uchun yaratilgan inson hozircha. Bizning tafakkur qilish usulimiz, aql idrokatimiz, masalaga bo'lgan qarashimiz dunyoviy bo'ladi, ya'ni sharcha. Ammo mutashabih oyatlar o'rtaga qo'yayotgan masala yer sharidan hal qilgan bir masala, dunyodan hal qilgan bir masala. Sizning dunyoga kelishni ilgirki holatdan haqida so'zlaydi mutashabih oyatlar. Allah'ның zati haqqida so'zlaydi, Allah'ның sifati haqqida so'zlaydi, malaikalar haqqida so'zlaydi, dunyodan ketgandan keyingi qabr haqqida so'zlaydi, jannat, do'zax haqida so'zlaydi, u yerdagi ba'zi sifatlarni so'zlaydi. Bularning hammasi dunyodan sirt, dunyodan hal qilgan bir doira. Ammo sening tafakkuring, sening idrokating dunyocha, mush bir ramko. Anadan keyin sen buni qanday muomala qilsang, sen bunga Alloh deb bergan bir xizmat bor. Leysa kemisli şey. Cennet, do'zax va barnas to'g'risida insonning qalbiga kechmagan, ko'zi ko'rib boqmagan, quloqqa anglab boqmagan degan bir sifat bor. Mush ishga ramkoda turib, butun narsani. Allohning har qanday qismi sifati keldi. Alloh haqida har qanday xabar keldi. Biz buni leysa kemisli şey. Allohga hech narsa o'xshamaydi. Jannat, do'zaxning har qanday bir sifatlari keldi, bayonlari keldi. Aqlni kechib boqmagan, ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan degan doirada. Chunki bizning aqlimiz boshqa ishlar. Mush shaklda muomala qil, uning inga o'tma. Bu eng sog'lom yo'l. Davotida Alloh subhanahu va taolo bu oyatda. Qur'oni Karimda insonni tafakkur buyurdi. Sura Muhammadning afala tadabbarunal Qur'on ala qulubin aqfaluha. İnsan kalısını işletiş gerek. Tefekkür qilish kerak. Muhkam oyatlar haqida o'ylanib baqish kerak. Oyat o'tirib qo'ygan masala haqida o'ylanib baqish kerak. Ammo ma'maydigan bir taraf bor. Bir siziq bor. Alloh mush siziqni bizga qanday qildi sizib turadi. Chunki u Allohning ilmi. Uni bandalarga bildirmagan, hatto payg'ambarlarga bildirmagan, o'zi xohlagan bir qism ishlarni, bir qism payg'ambarlarga bildirgandan boshqa payg'ambarlarga bildirmagan bir taraf. Sen Alloh bildirmagan tarafga qadam ilishlar o'zi, ya'ni o'zini imkoniyatidan yuqori ishqa qanday qilganlar, qadam olganlar ki, aniq da'vatda buni va ma ya'lamu ta'wilahu illa Meselenin mahiyetini, o xil şekildeki meselenin mahiyetini, o işlerin hakikatini, cennetin hakikati qanda, do'zaxning hakikati qanda, Allah sözleydi, qanda sözleydi, qanda anlaydı, Allah'ın kulu qanda qol, bunun hemmisini fakat ve fakat kim bildi? Allah bildi. Unda olgandan keyin mesele nayt ine ikki gayrı. Kur'an bir bölük meselelerini amel qilish uchun bizga tushadi, da'votidir. Bunun ismi muhkamat. Ve bir bölük hukum malumatlarını işiniz için bizge da'votidir. Bunun ismi mutashabih. Yani muhkamatlar amel qilish uchun, mutashabihlar işiniz uchun. İman deganimiz shu. Yani iman g'ayb narsaga bo'ladi. Ko'z oldidagi real narsaga iman bo'lmaydi. O aqida olmaydi u. Real narsaga bo'lgan ko'z qarash aqida olmaydi. Aqida iman degan nima desa, dal insonning aql idrokatidan sirtqi bir kuchga ishonish, inson aql idrokatdan tasavvur qilishni ojiz qilgan bir nuqtaga ishonish, bu iman. Ma'ya. Muhkam oyatlarning vazifasi bizga amal qildirish, mutashabih oyatlarning vazifasi bizni ishontirish. Bizda mush nuqtada to'xtasak, saqlam to'xtagan bo'lamiz. Oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Va ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Mutashabih oyatlarning ta'wili faqat Alloh biladi. Var-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Endi haqiqiy masalaning mohiyatini tushungan, ilmda kamolat yetganligini, masalaning mohiyatini tushungan, muhkam nima, mutashabihni tushunganlar, ular iymon etdi, chunki mutashabihning vazifasi iymon etish. Muhkamning vazifasi amal qilish. Ma oyatda ikki qiroat va qarindoshlar.
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهِ to'xtaydigan bir qiroat va وَالرَّاسِخُونَ deb boshlab yangidan boshlab o'qiydi. Yana bir qiroatda وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ deb وَالرَّاسِخُونَ إِلَّا اللّٰهga bog'lab o'qiydi. Birinchi qiroatda bu tashabbuh, mutashabih oyatlarning ta'vilini faqat Alloh biladi. Ilmda kamolat yetgan masalani tushunganlar, mutashabihning vazifasini tushunganlar faqat imo etib deydi degan ma'no chiqadi. İkinci mazmunda asla şundan ma'no chiqadi. Ya'ni bu mutashabihning haqiqiy ta'vilini Alloh biladi va rasihlami mutashabihning nima ekanligini biladi, muhkamning nima ekanligini biladi, mutashabihning rolining nima ekanligini biladi, muhkamning rolining nima ekanligini biladi. Biz muhkamga qarata nima qilish kerak, mutashabihga qarata nima qilish kerakligimizni biladi ve amenna deydi. Deb tushunsak, ikkala qiroatning mazmuni asosan o'xshash chiqadi. Ya'ni oxirida, darsimizning oxirida men deb qo'ymoqchi bo'lgan gapim muhkamlarning roli bizga amal qilishimiz uchun keladi. Mutashabihlarning roli biz qana qilish uchun uni himoya etish uchun keladi. Oyatning oxiridagi ilmda kamolat yetgan kishilar, ya'ni haqiqiy bu masalani to'g'ri tushunib yetganlarning oxiridagi yaklaydigan yakuni amanna bi. Kullu min indi rabbina. Muhkamni Alloh tushadi. Mutashabih haqidagi xabarlarning hammasi Alloh tarafidan keldi. Jannat bodida ishandiq, do'zax bodida ishandiq. Allohning quli bodida ishandiq masalan. Alloh ayshning ustida qaror oldi deb ishandiq. Biz bunga ishandiq. Buningga nisbatan vazifamiz ishonish, muhkamga nisbatan vazifamiz himoya etish. Bu haqiqiy to'g'ri yo'lni topganlarning pozitsiyasi bu. Yo'ldan chiqib ketganning pozitsiyasi avqanda, mavqanda jannatda inson qirmaydi. Ölmeydi dese qanday gap bu? Ashtamış ulamdı mesela. İnsanga qiriydigan sabını to'g'ilib hozir qilib qirib ketdik, manchash kirdik. Dunyo prinsipi bilan oxirat prinsipini o'lchaydi bular. Bular yo'ldan chiqadi Allah. Qur'on bizga bu shaklda qana qildi? Muomala qilishimiz o'rgatib o'tdi. Ya'ni bu yerda eskartib qo'ydigan muhim nuqtadan birisi amenna bih, men bayat dedim ya. İman degan nima degan vaqtda iman degan masalaning mohiyatini bilmey turib aytgan iman bo'ladi. Dunyoviy masalani da'vatmayman. Masalan, Allohni biz dunyoda ko'rmaymiz, iman etdik. Alloh buni ajr berdi. Malaikani ko'rmadik, iman etdik. Alloh buni ajr berdi. Bu iman, masobirliga iman. Jannat, do'zax haqidagi xabarlarni angladik, Qur'ondan ma'lumotlarni o'qidik, ishondik, iman etdik. Bu ajr berildigan iman. Ajr berildigan iman. Çünkü bizim akıl dairemizin yok iş. Ondan başka yani ecr berildiği iman degan nima bo'lsa, mutlaq ergashish, mutlaq ishonish o'g'a iman. Masalan, namoz o'qi dedi. Alloh namoz o'qi deganlar uchun namoz o'qidim, iman. Menga ecr berildi. Ama namozning unda foydasi bor ekan, bunda foydasi bor ekan, Alloh o'qi deganlar uchun emas, foydasi uchun o'qisa, bunga ecr berilmaydi. Alloh roza tutdi deb tutdim. Bu men uchun iman, ibadet ecr beriladi. Ama roz tutsa sağlamlıkka faydası varken 20 çıkıp keselden saqlanıp kaldı iken Allah deganlik uchun tutmayı o adam hayatida ma'noqni tushunganlik uchun tutgan bo'lsa, bu ecr berilmaydi. Cho'shqishi harom dedi. Harom deganlik uchun yemagan bo'lsam ecr, ama onun zararlari ortaga chiqib bugungi kunda cho'shqishida anda narsa varken, bunda narsa varken, insonga zarar ekan degandan keyin yemasa, bu tapqan bahani sebebiga qarab yemagan bo'ladi. İman üçün emas. İmanla demekçi oğlum şu ki ahirdeki amenna bih degan mazmun qarta en sağlam tarafı işiniş. Meselenin mahiyetini biz Allah'a işendik ya. Allah'ın ilahimiz deb itiraf qildik ya. Şunun o'zi yetidi ham meseleге. Qiyomat bor deb işendik, ham meseleге yetidi. Qolgan tafsilotlarda, bizning idrokatimizni qishlarda amenna degan shaklda iman aytish en yüksek derecedeki iman. Şunun dersimiz ahırlaştı. Dersimizden ahırısında ayette çıkan bir mezmun, hahiş, havai heves deydiğen bir gap ortaya çıktı. Bu doğrusu başka ayetler mi var mı şu hahiş, Arapçadaki el hava degan söz etilgan. Muşakkada bir nim var. Kichkina bir gapim bor, devlib andikan darsini dikati. El hava degan söz, hahish, havai havas degan ma'no ifodalaydi. Arab tilida 3 xil ma'nosi bor. Birisi hava, biz tushunayotgan, biz nafaslanadigan hava. Yana birisi qalbning bir tarafga moyilligi. Yana birisi
qana qilish, yiqilib ketishni havo deymiz. Arab tilida har qanday bir atalg'uni bir nuqta ishlatmoqchi bo'lsa, shu so'z o'z tuyagan doirning hammasining ma'lum bir munosabati bo'ladi. Ya'ni demakchiki bu yerda bu so'zning uch xil ma'nosi bor ekan ya. Xohish, havoy havas degan insonni muqimsiz shaklda shamol havo axlatlarni quchog'iga o'xshash u yerga ushiradi. Oxirisida bir hangdan biriga opirib tushirib tashlaydi. Degandek ma'noni ifodalash uchun bu so'z xohish, havoy havas degan so'zga tayinlangan bo'lishi mumkin. Oxirida mushuni deb qo'shni to'g'ri turadi. Eng oxirgi oyatda va ma yazakkaru illa ulul albab. Faqat bu to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deb nasihat oladiganlar va nasihat qabul qiladiganlar faqat va faqat albab egalari. Albab egalarini aql egalari deb tarjima qildim. Asli lug'at ma'noda bir narsaning mag'iz, javhiri degan ma'noda, mag'iz, javhiri degan ma'noda meselenin mahiyetini aldı keyinni bilaleydigan, mağızını bilaleydigan, cevherini bilaleydigan digen bulurdu. Yani ben bayat bir misal aldım sizlerge. Mesela oğrunun kolunu kesiş meselesi de dünyada durgun insan hukukunu qoğdayımız vahşilikке zoravallık karıştırımız digen namlardan ortaya çıkan bazı insanlar var. Oğrunun kolunu kesiş, zinaxorni çalını kesak qilish, qatilni o'ldirish masalasi kelsa, bularga advokatlik qiladi ular. Ularning huquqini qo'g'daydi. Ammo bayatni degandek, boshqalarning jonini qo'g'daymiz deb turib, dunyoda o'lim, yetim, o'ldirishlar, avib, zulm qilinib o'ldirilganlar, qatillik dilolari haslab avvatdi. Ma insanlarning huquqini qo'g'daymiz deb o'rtaga chiqadi-yu, shu tufaylidan ulayotgan nahaq jonlarninki, iqiyotgan qonlarning hisobini qilmaydi. Masalaning mag'iziga qaramaganlik bu. Bu aqlli insonlar emas. O'g'rining qo'lini kessak olmaydi, to'tal pulga deydi. Dunyoda qatnash hodisada kesilayotgan qo'lputlarning soniga qaramaydi. Kishilarning iqiyotgan mol-mulki tufaylidan bo'layotgan hodisaga qaramaydi masalan. Bu alaqi masalaning bir shakliga bilish, mag'iz mohiyatiga qaramaslik. Yani bu yerdagi bu gapni deyishning sababi ulul albab degani masalaning sabab foyda manfaatiga qarshi selishtirib oladigan xarakteri, mohiyatiga to'g'ri qarashlarni qarayalaydigan insonlar degan bo'ladi. Ya'ni yuqorqi mazmunlardan vaznasiyat qabul qildiganlar, lub egalari. Masalaga javhar nuqtasidan meselenin mağızıga, meselenin tikki qarayalaydigan insonlar, ondan keyin, yani aqlli insonlar vaznasiyat qabul qiladi deb oyatni qana qildik, oxirlashtirdik. Alloh subhanahu va taolo bizni shu ulul alboblardan qilsin. Ilmda kamolat ketgan, ahkam muhkam oyatlarga amal qiladigan, mutashabih oyatlarga iymon etadigan mo'min bandalarning qadarini qilsin. Bugun 5-chi, 6-chi, 7-chi oyatni o'qigan bo'ldik. 8. ayetini kelesi ayette bizim okuyumuz. Ve ahru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.